Bu bizni shifoxonamizni trenajyorniy xonasi. Bunimiz asosan bel og'riqlar, bel toliqishlar uchun rastiyashga maqsadida qilinadi. Bunda bemor tepaga qarab yotgan holatda 5 minut, 10 minut davomida yotadi. Bunday holatlarda asosan umurtqalar o'zini holatini sekin-sekin tikkalashga yordam beradi. Bunimiz asosan insultlar uchun foydalanamiz. Bu yerga bemor oyog'i bilan chiqqan holatda qo'li va oyog'ini teng ravishda harakat qildiradi. Asosan bizda buni patterni shak deydi. O'sha narsani tikkalash maqsadida qilinadigan mashqimiz hisoblanadi. Bu endi bemorlarni yotqizib, kengroq joy bo'lish uchun yura olmaydigan bemorlarimizni yotqizamizda, ustida o'sha trenajyor qildiradigan xodimimiz birga shug'ullanadi bunda. Bu asosan insultlarimiz va periartroz, ya'ni yelka kurak bo'g'imini shamollatgan bemorlarimizga tavsiya qilamiz. Bunda bosqichma-bosqich ketadi. Bu kaltaroq, bu uzunroq, bundan ham uzun va eng uzuni. Sekin-sekin qo'lini harakat qanchalik ko'tarilgan sari bir-birini shu balandlatib boraveradi. Bunda asosan rol aylantirish vazifasini bajaradi xolos bu. Bunimiz mushaklarning kuchini tikkalash maqsadida. Bunda asosan prujina hisoblanadi. Shu mushaklarni mashq qildiradigan narsamiz hisoblanadi. Bu ham rastiyashga, bu faqat bel uchun xolos. Buni asosan yerda yotgan holatda qilishadi bemorlarimiz. Bularimiz ham o'sha bemorimizda insult bemorlarda koordinatsiyasini tikkalash maqsadida, shunaqa bir qo'l nozik harakatlar tikkalash maqsadida shu narsani harakat qildirtiriladi. Bularimiz endi shporalar deymiz. Asosan o'shalarga tavsiya qilamiz. Bu ravnovesiyani saqlash uchun mashq qilinadi. Buni ustida chiqqan odam aylanadi. O'sha holatda o'zini muvozanatini saqlay olishi kerak. Hozircha shularimiz bor. Xudo xolasa shunaqa bir yangiliklarni o'rganib kelgan holatda shu narsalarni zamonaviylashtirish, robotlashtirish, xudo xolasa reabilitatsiyani rivojlantirish rejamiz bor.